Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kundalik hayotimizda ziravorlarni ko'p ishlatamiz, lekin ularning shifobaxsh xususiyatlari haqida ko'p ma'lumotlarga ega emasmiz. Ushbu dasturimizda esa sizlarga ziravorlarning foydali xususiyatlarini aytib o'tmoqchimiz. Demak, zanjabil. Qadimgilarning fikricha, zanjabilni muntazam ravishda iste'mol qilish aqlni o'tkirlashtiradi. Bu ziravor tozalovchi, antibakterial, zamburug'ga, yallig'lanishga qarshi va tinchlantiruvchi xususiyatlarga ega. Shuningdek, zanjabil toksinlarni tozalashga va ORVida himoya qilishga yordam beradi. Organizmni tozalash uchun har kuni ertalab zanjabilli choy iching. Zarchiva Hindistonda gepatitning davosi hisoblanadi. U qonni tozalaydi, me'da yarasini davolaydi va immunitetni ko'taradi. Shuningdek, aytishlaricha, zarchiva ongni ham ravshanlashtiradi. Achchiq qizil qalampir. Achchiq qizil qalampir revmatizmning oldini oluvchi ajoyib vosita va vitamin yetishmovchiligining davosi hisoblanadi. Qizil qalampirning spirtli aralashmasi ichak kasalliklarida va ishtaha ochish uchun ichiladi. Qalampir munchoq infeksiyadan himoya qiladi va tish og'rig'ida og'riqni qoldiruvchi mahalliy vosita sifatida ishlatiladi. Petrushka ko'karish va shishlarni ketkazadi, kamqonlikda va isitmada yordam beradi, ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Ayniqsa bu o'simlikning urug'i foydali moddalarga juda boy. Qadimda petrushka urug'ining qaynatmasi zaharlanishga qarshi samarali vosita hisoblangan. Arpa bodiyon ba'zi ginekologik kasalliklarni davolaydi, jigar faoliyatini yaxshilaydi. Arpa bodiyon urug'i qaynatmasi yo'talni davolaydi va hatto astmaga ham davo. Dolchin siydik yo'llari muammolarida tavsiya qilinadi. Shuningdek, undan kuchaytiruvchi, tetiklashtiruvchi va antiseptik vosita sifatida foydalaniladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.